Mana yana bitta bananlar tayyor. Buni endi dimlab pishirish kerak. Xohlagan kunga pishirsa bo'ladi. Shu bugunga uzorlik. Bitta daraxt mevasi. Shu. O'zini dimlashni ko'rsataman. Mana oddiy salafan ichiga sol dimlaymiz. Pishirish uchun. Meyveler salafan içine solunmuş. 3 xil varianti bu. Pishirishda ichiga 3 dona 4 dona olma qo'yib, salafan jippa qilib bo'ylansa, 2 kun 3 kun ichida biz pishib qoladi. Hozirni men buni yeb yemayman. Umuman ko'z tajribam. Keyin yana bir boshqacha varianti bor. Uni ham sinab ko'ramiz. Birinchi kesib suvga yaxshilab yuvish kerak, tozalab yaxshilab yuvib keyin damlash kerak. Bular katta sortda bananlar. Bu mana endi gullab boshladi. Bu daraxt hosilini kesib oldim hozir. Bu daraxt kesib tashlayman, bu daraxt ketadi. Bu safar hosil uchun mana bu qoladi. Yana daraxt o'lagan. Bu bananlar hozir olma bilan emas, tutun bilan dimlaymiz, pishirib ko'ramiz. Aslida effekti yaxshi bo'lsa ko'rsatamiz. 3 kun ichida tayyor bo'ladi. Keyin ko'rsatamiz.